Qaysi domla aytdi, rizq Allohdan deb, o'tiraver uyda deb. Domlalar aytadi, rizq Allohdan, taqdiringga bitilgan, ammo sen shu rizqni kelishiga sabab bo'lgan mehnatni qilasan. Rizq Allohdan ekaniga iymon keltirishing vojib bo'lganidek, ana shu rizqingni kelishiga sabab bo'lgan ishni qilishing ham shunaqa vojib. Qiyomatga borganda bir banda tarozda turar ekan, mana bu savoblar seniki deyiladi unga. Tuhoma tog'laridek ko'payib ketgan katta savob. Haligini ko'rib turib banda xijolat bo'ladi. Bir xato bo'ldi-yu bu yerda. Adashib birodikini bizga hisoblashvardi-yu deydi. Biladi-da, buncha savob qilmaganini. Shunda bu meniki bo'lmasa kerak deganda aytiladi. Seni dunyoda qilgan duolaring savob bo'lib oxiratga olib qo'yildi deydi. Birodar, sen duo qilaver. Duo qilib Robbingga eshitadi. Maloikalar